Siz ham shu 5 ta xatodan birini qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Gilamingizning rangi xiralashib, tuklari ezilib qolganmi? Bunga sabab ko'pchilik qiladigan 5 ta xato bo'lishi mumkin. Birinchi xato. Har qanday yuvish vositasini ishlatish. Oqartirgich yoki kuchli kimyoviy vositalar gilamning rangiga va tolalariga zarar yetkazishi mumkin. Ikkinchi xato. Gilamni haddan tashqari qattiq ishqalash bu tuklarning ezilib qolishiga va gilamning tez eskirishiga sabab bo'ladi. Uchinchi xato. Gilamni to'liq quritmasdan yig'ish. Natijada yoqimsiz hid va mog'or paydo bo'lishi mumkin. To'rtinchi xato. Gilamni uzoq vaqt quyosh ostida qoldirish. Bu uning rangiga va oqarishiga olib kelishi mumkin. Va nihoyat 5-xato. Gilamni faqat juda kir bo'lganida yuvish. Chang va mayda zarrachalar vaqt o'tishi bilan gilamning ichki qatlamiga kirib boradi. Sam sifatida har bir gilam avval tekshiriladi, so'ng uning turiga mos vositalar va uskunalar yordamida professional tarzda yuviladi. Gilamingizni uzoq yillar xizmat qilishini istasangiz, uni professional mutaxassislarga ishoning. Samsifat ishonchli va sifatli gilam yuvish xizmati. Bizga murojaat qiling.